Assalomu alaykum do'stlar va kanalimizning barcha kuzatuvchilari. Bugun sizlarga PowerShell hamda CMD haqida qisqacha fikr aytib o'tmoqchiman. Asosan CMD bu eski va oddiy buyruqlar oynasi uchun ishlatiladigan dasturcha hisoblanadi. Endi PowerShell haqida aytiladi, u keyingi versiyasi hisoblanadi yoki Windowsning to'liq boshqaruvchi kuchli qurol deb ham hisoblashimiz mumkin. CMDning afzalligi haqida aytadigan bo'lsak, u juda oddiy, tez ochiladi hamda juda cheklangan. PowerShell haqida aytadigan bo'lsak, PowerShellning afzalliklari biroz yaxshiroq, u juda kuchli hisoblanadi hamda skriptlarni yozish mumkin, unda real ma'lumotlar bilan ishlaydi. Lekin yangi boshlovchilar uchun biroz murakkabroq bo'lishi mumkin. O'shaning uchun biz bugun ko'proq PowerShell haqida to'xtalib o'tamiz. Bu ikkita asosiy vosita IT dasturchilari uchun ham juda muhim hisoblanadi. Shuning uchun bu haqida to'xtalib o'tyapman. Asosan CMDni IT mutaxassislari juda kam ishlatishadi, PowerShellni esa juda ko'pchilik ishlatadi. Endi boya ham aytib o'tib ketdik, CMD juda eski dastur hisoblanadi, PowerShell esa zamonaviy dastur hisoblanadi. CMD DOS davridan qolib ketgan hisoblanadi, shuning uchun eski deyapmiz. Buyruqlarni CMDda oddiy buyruqlarni bajaramiz. PowerShellda esa juda kuchli buyruqlarni ham bajarishimiz mumkin. Ikkalasini ham aytib o'tdik boya. Skript dasturi CMDda juda kam ishlatishimiz mumkin, PowerShell esa to'liq ishlatishimiz mumkin. Obyektlar bilan ishlashiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, CMDda ishlash yo'q, ishlab bo'lmaydi. PowerShellda ishlatishimiz mumkin. Obyektlar bilan ham ishlashimiz mumkin. Administrator ishlarini CMDda cheklangan miqdorda qilishimiz mumkin. PowerShellda to'liq holatda ham qilishimiz mumkin. Endi amalda o'sha CMD bilan hamda PowerShell ikkalasini taqqoslab hamda bir ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Buning uchun kompyuterimizda Windows hamda R knopkalarini birgalikda bosamiz. Bu yerda mana menda yozilgan turibdi. Sizlar mana shu CMD deb yozasizlar. Mana shunday kichik harflarda. Mana enterni bosyapman. Mana bu qora oyna konsol bu CMD hisoblanadi. Endi hozir sizlarga o'sha bir vaqtning o'zida PowerShellni ham chiqarish qanday o'zgarishlar bo'lgani haqida sal. Buning uchun nima qilamiz? Kompyuter knopkasida Windows bilan ikkisini birga bosamiz. Hamda qaranglar, bu yerda mana shular orasida Windows PowerShell degan knopkani bosamiz. Bu yerda mana yangilangan holati mana. Hozir aytib o'tdim, ikkalasi. Bunda qaranglar, ko'k oyna chiqyapti, bunda qora oyna chiqyapti. Ikkalasini ham birdan ochib ko'rsatyapman sizlarga. Mana to'g'rilab olyapman. Endi ikkalasiga ham buyruqlarni yozib ko'ramiz. Masalan, birorta buyruq kiritib ko'ramiz. Buni ishlatib ko'rishimiz kerak-ku. Mana CMDga mana shu buyruqni kiritib ko'ramiz. Mana bizga natija berdi. Demak, bu ma'lumotlarni ko'rsatyapti. Hozir keyin mana. Demak, bugungi sanalarda ma'lumotlarni o'sha vaqt bilan chiqarib berdi. Endi yana birorta buyruq kiritib ko'ramiz. Masalan, kompyuterimiz haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsak, masalan, sistemasi haqida demak yozamiz. Demak, system hozir system info. Demak, bu bizga kerakli ma'lumotlarni chiqarib berishiga kerak. Hozir tekshirib ko'ramiz. System info to'g'ri yozilgan bo'lsa, demak, mana to'g'ri yozdik. Mana bizga kerakli ma'lumotlarni chiqarib beryapti. Sizlar ham bemalol o'zlaringiz kompyuterlaringizda CMD orqali bemalol ma'lumotlarni tekshirib olishlaringiz mumkin. Juda ko'p ma'lumot chiqarib keldi. Mana bu yerda mana desktop versiyasi Microsoft Windows 10. Mana kompyuterim versiyasi haqida standart korporativ. Mana shu haqida ma'lumotlar berilmoqda xullas. Mana Lenovo kompyuteri haqida. Men notebook'im Lenovo hisoblanadi, shuning uchun ham Lenovo firmasi chiqib keldi. Sizlarda o'zlaringizda kompyuterlaringiz versiyasi chiqib keladi. Mana o'tkazib ko'ryapman.
Yana boshqa buyruqlarni ham bajarib ko'rishimiz mumkin. Hozir tekshirib ko'ramiz yana. PowerShell oynasiga o'tamiz hamda bunda ham buyruqlarni kiritamiz bitta-bitta. O'zlaringiz guvoh bo'lasizlar. Demak, bundan nisbatan osonroq ishlash. Demak, men hozir PowerShellga host name deb yozdim. Endi bu bizga kompyuter haqida nomini ma'lumot berish kerak hozir. Enterda. Bundan so'ng chiqdi. Bunda ham mana semdada yozgan ma'lumotimiz kompyuter haqida, demak mana tekshirib ko'rishlaringiz mumkin. Ikkalasida ham bir xilda oyna turibdi mana. Bu ham ma'lumot chiqarib berdi. Endi davom etamiz. Endi keyingi buyrug'imizda biz System Info boya semdaga yozgan buyrug'imizni PowerShellga ham yozdik. Bunda ham kompyuterimiz haqida ma'lumotlar ham versiyalarni ko'rsatish kerak. Hozir enterni bosib buni ham tekshirib ko'ramiz mana. Demak, hozir tekshiryapti. Demak, kutib turamiz. Mana demak, kompyuterimiz haqida ma'lumot berdi. Kompyuterimiz Windows 10 versiyasida ekan. Endi yana buyruqlarni kiritishda davom etamiz. Endi bu kompyuterimiz prosessor haqida ma'lumot berishligi kerak. Mana bu buyruqni ham tekshiramiz. Mana bitta kompyuterimiz haqida ma'lumot chiqdi. Bizning kompyuterimiz o'rtacha holatdagi kompyuter hisoblanadi. Endi bu buyruq asosan xotirasi haqida, kompyuterimizni boya protsessor haqida ma'lumot oldik. Demak, Windows'ning versiyasi haqida ma'lumot oldik. Kompyuterimiz nomi haqida bilib olyapmiz. Mana bu hammasi sizlar uchun eng foydali bo'ladigan ma'lumotlar deb hisoblaganimiz asosiy narsalarni ko'rsatib o'tishga harakat qilyapman. Vaqtimiz baribir cheklangan bo'ladi. O'shaning hisobiga bu demak, kompyuter xotirasini tekshirib ko'rmoqchimiz. Hammaning o'zining kompyuter haqida ma'lumot olishlik hamma xohlaydi. Mana demak, hozir kutib turamiz. Demak, mana natija chiqdi. Mana 8-16 operativka kompyuterim haqida ma'lumot beryapti. Bu DDR haqida aytilyapti. Asosan tushunmaganlar uchun tushuntirib o'tib ketmoqchiman. Operativka tezligi bu kompyuter ishlayotgan vaqtdagi xotira hisoblanadi. Faqat tezkor xotira hisoblanadi. Bu kompyuter o'chirib turgan vaqtda bunday o'ziga xotira saqlab qolmaydi. Mana xotirasi chiqib keldi. Demak, mana 256 xotira bu SSD hisoblanadi. Asosan SSD qo'yganmiz. SSD ham tezkor xotira hisoblanadi. Bu kompyuterimizda yonishi, yuklanishi holatlariga ancha ijobiy ta'sir qiladi. Endi esa yana bitta buyruqni o'chirib ko'rmoqchiman. O'z haqidagi barcha ma'lumotlarni ochiqlab berdi. Hozir buni endi bochaga qaytardim. Demak, manaki katta track. O'zlaringiz ko'rib olishlaringiz mumkin. Buyruqni mana get computer info. Mana shu buyruqni yozsalaringiz, demak, PowerShell oynasiga Windows build mana ma'lumotlarini ko'rsatyapti. Versiyasi 6.3. Mana 2025-yil, mana vaqti Windows 10 Home, mana tillari Lenovo bu kompyuterimiz versiyasi. Mana demak, biz barcha bizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni mana shu buyruq orqali bilib olishimiz mumkin. Mana BIOSlarni ham ko'rsatyapti. Buni ko'pchilik bilmasligi mumkin. Mana bu kompyuterimiz modeli, mana yozib qo'ydik. Case model degani bizda Lenovo kompyuterimizda modeli ekan. Mana bu haqida ma'lumot berdi. Mana barcha buyruqlarni chiqarib keldi. Mana buni ham ko'rib o'tishimiz mumkin. Mana statusda mana holati, name holati, display name deyapti. Mana nomlari keltirilgan, displaydagi barchasini bu yerda ko'rsatilgan kompyuter ko'rsatadi. Barcha xizmatlar, servis xizmatlari bular haqida ham ma'lumotlarga ega bo'lsak, o'ylaymanki yomon bo'lmaydi.
Sizlarni ham kuzatilgan holatda tekshirib ko'rishlaringiz mumkin. Ovoz eshitilmay qolgan bo'lsa, mana buyruqni qaytadan yozib, mana ovozni eshitib ko'rishlaringiz mumkin. Mana shunaqa ovozlar. Mana ko'ryapsizlar, mana PowerShell orqali ovozlarni chiqaryapman turli xilda. Mana ko'ryapsiz, turli tonlarda ovoz chiqyapti. Mana e'tibor qilyapsiz. Holatni sizlarga qisqaroq ko'rsatdik. Uni davom ettirishimiz mumkin edi, lekin bizga bu shart emas. Keyingi buyruq mana hozir endi qiziqarli kodlardan sizlarga davom ettirishga harakat qilyapmiz. Mana omadli raqam haqida, mana get random, mana izlab topish haqida, o'zi sizga yoqadigan raqamlar haqida 1 dan 100 gacha bo'lgan raqamlar orasida maksimum, minimum mana o'sha izlab topadigan kodni yozdik. Mana sizda omadli raqamingiz deyapti. Mana yozdik, demak mana sizning omadli raqamingiz 93. Mana dasturimizni demak kutgan edik. Biz tug'ilgan yilimiz, oyimiz, chizilishini kutgan edik. Mana dasturimiz ishladi. Mana natijasi chiqdi. Mana o'zi dasturni mana tuzilgan dasturi mana. Mana shular sizlar kiritgan dasturlaringizda. Endi mana sizning yoshingiz deyapti. Mana kunni, oyi, yili ko'rsatib o'tgan kodlarimiz ancha manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Endi mana shu kodlarni men yozib olganman. Umumiy holatda mana sizlarga kodni tashlayman. Mana kuzatib turasizlar. Men buni yozib olganman, to'liq kopiya qilib tashlayapman. Bu bizda bugungi foydalanilgan kodlarimizda HTML qilib chiqarib beradi. Endi keyin faylni ochmoqchimisiz deyapti. Mana ha yoki yo'q deb javob bering deyapti. Bu yerga biz ha deb javob beramiz. Mana demak mana keldi do'stlar. Mana PowerShell asoslari, mana bugun sizlarga boshlang'ich darsimiz, mana bugungi 60 daqiqalik. Barchasi xavfsiz buyruqlar hisoblanadi. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Qanday muammosi yo'q. Mana shu yerda darsimizni nihoyasiga yetkazamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Mana shu holatni ham PowerShellda, mana HTMLda chiqardik. Mana bugungi sizlarga o'tirgan barcha darslarimizni mana shu yerda to'liq holatda ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu yerda mana salom dunyo degan buyruq chiqaryapti. Mana demak mana dasturlashdagi eng oddiy birinchi kodlarimizdan biri. Mana ko'rib turibsizlar. Imkoniyatlarni imkon qadar ko'rsatishga harakat qilib o'tdim. Va e'tiborlaringiz uchun katta rahmat.